Erkin Asiya radiosi xabarida Amerika hukumati tomonidan Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilishda aktiv rol o'ynash bilan ayblanib embargo yurgizilgan Xitoyning atalmish Xinjiang ishlab chiqarish qurilish biyontuani yaqinqi 10 yilda Sharq Turkistonda 11 shahar, 63 bozor qurib bo'lganligini aniqlab chiqqan ekan. Sharq Turkiston vaziyatini yaqindan ko'zitib kelayotgan analizchilarning aytishicha, bu Xitoyning Sharq Turkistondagi mazkur yarim qurolliq va yarim ishlab chiqarish biyontuanining Sharq Turkistonda qanchalik tez suratda kengayotganligi, Sharq Turkistonga tava zaminlarni iskanjiga ilayotganligi va uning o'rnini egallaganligini ko'rsatgan. Ishlab chiqarish biyontuan gezitining 2 oktyabr bergan bu vaqtdagi xabarda Biyontuanning Xitoy Kompartiyasi 18-qurultaydan buyon atalmish Xinjiang shahar bozorlarining umumiy o'rinlashtirishiga aktiv birlashtirib, Biyontuancha aloyidalikka ega shahar bozor sistemasi shakllantirganligini, 11 nahiya darajalik shahar barpo qilganligini bildirgan. Xitoy hukumati 2017-yil boshlagan cho'ng tutqun bilan bir vaqtda Biyontuanning janubga kengayishini tezlatgan. Biyontuanni janubdagi Uyg'urlar zich o'ltirishlik oblast, viloyatlarga kengaytib, Uyg'urlarni Biyontuan orqali kontrol qilish, Xi Jinpingning atalmish yangi davrdagi Xinjiangni boshqarish strategiyasining muhim nuqtalarining biri bo'lgan. Biyontuan cho'ng tutqunda lager va turmalarni kontrol qilish, boshqarish, majburiy emgakka selish, Uyg'ur oilalariga Xitoy kadrlarini o'rinlashtirishda zarbador aktiv rol o'ynagan. Amerika hukumati shu sababli ishlab chiqarish Biyontuan va uning yuqori darajalik mas'ullariga embargo yurgizgan. Davr xabar torining 2 oktyabr kundagi xabarda Koreyada 2 yil g'oyib bo'lgan Xitoyda o'lik buvoq go'shtidan yasalgan go'sht kapsuli bayqalgan. Kuzatuvchilarning buning kishilik munosabatni buzib qolmay, ya'ni ig'ir darajadagi xavf ilib kelganligini ko'rsatgan. Buvoq go'sht kapsuli o'lik buvoqlardan yasalgandan keyin maxfiy setildi ekan. Xitoylar butun yetilib bo'lmagan buvoqning quvvatlantirish roli bor deb qarag'anlikdan yasalgan kapsulning ta'minlash va ehtiyoj uchun bozor bor ekan. Bu ishning rostligini tekshirish uchun Koreya televiziya stansiyasi muxbirlari Xitoyga berib tekshirish ilib berib, Xitoy doktorxonalarining qora bozor xodimlari bilan til biriktirib, homilining jasadini setib kapsulga aylantirish jarayonining bir qismini suratga olgan va taratqularda oshkorlagan. Xitoyning qora bozorda maxfiy setiladigan quvvat dori sifatida tasvirlangan go'sht kapsuli o'g'irliqchi Koreyaga ilib berilib, yuqori bahoda setiladi ekan. 1 oktyabr kuni Xitoy Kommunistik partiyasining huquq o'g'irlaganligining 73-yilligi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Xitoylar nurg'un davlatlarda namoyish o'tkazib, davlat xotir kunda Xitoyga qarshi namoyish o'tkazdi. Texmi ko'p kishilarning Xitoyning razil chiroyini, yolg'onchiligini to'nib yetishini, tezdan parchalanishini umid qilganligini bildirgan. Xitoy Kommunistik partiyasining 1949-yili huquqni o'g'irlagandan buyon 73 yil to'xtamay turli siyosiy kurashlarni qo'zg'atib, 3 yillik ocharchilik, madaniyat inqilobi, o'quvchilarni bostirish, Uyg'urlarga o'tkazgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlari, Falun Gong muridlariga, Hong Kong demokratiya harakatchilariga ziyonkashlik qilish, shundaqli butun dunyoga Xitoy virusini tarqatishdek fojialarni keltirib chiqargan. San Fransiskoda Uyg'ur, Tibet va Hong Kongliklarni o'z ichiga olgan har qaysi millatlardan kelgan yuzlagan kishi Xitoy konsulxonasi oldida yig'ilib, Xitoyga qarshi namoyish qilib, o'zlarining talablarini so'zlab, Xitoyning baldurroq parchalanishini umid qilganligini bildirishgan. Namoyishga yana yo'ldan o'tgan kishilar, shofirlar inkos qaytarib, bosh barmoqini chiqarib, namoyishni qo'llaydiganligini va qoyilligini bildirgan. 3 oktyabr kuni Amerikadagi Cumhuriyetchilar partiyasining 100 dan ortiq parlament a'zosi Oqsaroydan davlat bexatarligiga yo'shirin bo'lgan xatarni ko'zda tutib, Xitoy shirkatlarining Amerika dehqonchilik maydonlaridan setib olishini tekshirishni talab qilgan. 3 oktyabr kuni Amerika Avam palatasining 100 dan ortiq Cumhuriyetchilar partiya a'zosi e'lon qilgan xatida parlamentning javobgarlikni surishtirish ishxonasidan chet el shirkatlarining Amerika dehqonchilik maydonlarini setib olishining davlat bexatarligi, savdo va yemaklik bexatarligi ko'rsatadigan ta'sirini tekshirishni talab qilgan. Hatto Xitoy shirkati Shimoliy Dakota havo armiya bazasiga yaqin joyda setib olgan 370 mo terilg'i yerni alayda tilga olgan. Tahlilchilar va parlament a'zolari Xitoyning Amerika zaminini qonunliq va qonunsiz yo'llar bilan kengaytirishdan ansirgan. Amerika parlamentining 5-oydagi dokladida yana ko'rsatilishicha, Amerika uzundan buyon Xitoyning dehqonchilik aslihalari, hayvonot va o'simlik boqmachilik qatorliq texnika va bilim mulk huquqini o'g'irlash nishoni bo'lib kelgan ekan. Texnika magnati Google o'zining Google tarjima turini Xitoy bozoridan rasmiy chekindirdi. 10-oyning 1-kundan boshlab Xitoydagi necha 10 million abonent Google tarjimasini ishlatilmaydigan bo'ldi. 2010-yili Google izlash motori Xitoy bozoridan chekinib chiqqandan keyin 2014-yili 5-oyning 31-kuni Xitoy Google izlash mulozimatini butunlay to'sab cheklagan. Tahlilchilarning qarashida Google tarjimasi faqat Xitoyda qolgan mulozimatlarning biri bo'lib,
Google tərcüməsinin əməldən qaldırılışı bilan Google'ның Xitay bazarından texmi ilgirləb çekinib çıxqanlığından derak berdi ekan. Bu yana Xitay bilan Amerikaning fan texnika, madaniyat va ma'arif sohalaridagi parchalanishining belgisi ekan.